Mening ismim Abdullah. Azan chaqirib qo'ygan ismim Turkistonki. Men 1948-yili Urumchida Sharqiy Turkiston qurilgan vaqtlarda to'lg'anlikdan dadam itimni Turkiston qo'yibdi. Keyin ba'zan bir sabablar bilan Abdullah deb o'zgartgandan sayz ahvolaga binoan shu 1959-yili Urumchidan biz Olmato'ga ko'chib keldik. Dadamning ismi Abdurasul. Familiyasi Samsaq. Samsaqi. Dadam Urumchida Ma'rif nazariyatida chiqadigan Ma'rif jurnalininki muharriri bo'lib ishlagan. Bu yerga chiqishimizning sababi ilki ichilish, sayrash davr degan davrlar bo'lgan. Xitoy Kommunist partiyasi ko'nglingidagilarni aytinglar, maqsadinglarni aytinglar, partiyaga, Bejingga qandaq murojaatlar bor desa, bizning o so'zlarga ishinib qilib, bir to'kim ziyoli xalqlar o'z ko'ngildagini aytgan, masalan, dadamlar bir to'kim ziyoli qavm Şinjan Uyghur Avtonom Rayoni degandin Uyghur avtonomiyasi deb atsa degan taklifni qo'ygan. Shu bir majlis bo'lgan Ziya Samedi Şinjanga temir yo'l yasamas kerak degan, hozir atdigan temir yo'lning boshlanması kerak degan gap. Shundaq ziyolilardan masalan Ziya Samedi, mening dadam Abdurasul Samsaq, boya dedim Ma'rif jurnalining muharriri bo'lgan Yusuf İlyas, Osman Ziya, bunu mush bir qatorliq ziyoli qavmlar 1959-yili o'ngchi bo'lib chiqib ketishga majbur bo'lgan. Biz o vaqtlarda 10 yosh vaqtimiz. Olmato'ga keldik, bu yerda maktabda o'qidik. Olmato'da maktab bitirdik. Bu yerdan keyin men Tashkentda Politexnika institutida o'qidim. Tog'kan injeneri mutaxassis bo'ldim. Hem şu institutlar bir qatorda harbiy o'qishni o'qidim. Harbiy unvonim bor, hem grajdanlik ta'limotim bor. Ukrainaga berib harbiy xizmat qildim. Komandir vзвода, komandir roti, batalyonninki komandirining o'rinbosari sifatida tankka, polkada xizmat qildim. Mening o'g'lim Baxtiyor Ukrainada tug'ilgan. O'g'lim o'sha tug'ildi. Ayolim Uyg'ur, taktig'ulchilik. Keyin xizmatlarni tugatib, endi ota-onamiz Olmato'da bo'lganlikdan, men yolg'iz o'g'il bo'lganlikdan Olmato'ga kelib, tog'kan injenerlik ishini qildim. O'zim mutaxassisim shu bo'lganlikdan. Endi bu jarayonda qayerlarda ishladinglar desa, Qor dengiz bo'yidan Tinch okean jarayonigacha mush oralikda Kafkaz tog'lari, Tian Shan tog'lari, Altay, cho'llarda bo'lsa Qizilqum, Qoraqum, Mo'yinqum, Gobi cho'llari, bir nechilagan mamlakatlarda, Qozog'iston sirt chet ellarda o'z soharim bo'yicha xizmat qildim. Shuning ichida yetib o'tarliq mening o'zimning dunyo ko'z qarashimga nihoyatda cho'nqur ta'sir qilgan shu Mongoliyada 5 yil xizmat qilganim bo'ldi. Bu meni Xudoyim bir yo'llar bilan o'shaga apadi deb o'ylayapman Mongoliyaga. Mongoliyaga borgacha men injenerdim. Öz kasbimni qo'yatgan, tog'kan injenerdim xolos. Yerga borganda shu muzeylarga kirimizmi, ya tarixiy joylarga borimizmi Mongoliyada. Bu hammasi Türk Uyg'ur tarixiga
zich bağlaqlıq boğanlıqdan mən Mongoliyada жүріп, tarix bilen şoğulunub kettim. Orxon boyuğu vardım, bizning Xaqalla turgan Qarabalğaсын şəhərlərə bardım. Özəmma xizmətim yuqori boğanlıqdan Oruslarni və başqa millət kəsbdaşlarımla Uyğurlarning taşlab ketgan şəhərlərə, qalalarga qo'yib ketgan taş mənbələrə, əşələrə apirib, özəmni ko'rib, ularni ko'stib, shunlar shug'ullanib, hozir həmmisi deydi, meni ko'pchilik taqan injeneri yoki geolog demaydi, bu tarixchi, yozuvchi deydigan bo'ldi. Ama şu Mongollardan kelgandan keyin Uyg'urlarga nisbatan Uyg'ur tarixiga, Uyg'ur madaniyatiga nisbatan ko'p materiallarni yig'ib, o'rganib kelgachga ko'p xotiralarni, sayohatnomalar yozildi. Ondan sırt mening asosiy bir shug'ullanayotgan saham bu karşşunaslık. Bunu alaydan eğitip toxtuluşqa arziydigan bir saha o. Nemişke degende bu mening kasbimga yaqin kasb karz. Muşu tariqidan gap qilganda men Ürümchiga, Turpanga, Qumulga berib karz to'g'riliq maqal yozayotgan, karz bilan shug'ullanayotgan odamlar bilan uchrashdim va mush kungacha hayot qolgan öz vaqtlarida karz qazgan 80'den aşkan 90'ga yakın yaşangan adamlar bilan ko'rishdim. Endi mening ayrımçılığım ulardan bizning vatanda Uyg'urlar diyarida karz bilan shug'ullanayotganlarning ko'pchiligi shoirlar, yozuvchilar, muallimlar karz bilan shug'ullanayotgan. Men ularning hammasini tunayman, ko'rishganman. Men bo'lsam shu suv inshootlari bilan 20 necha yil shug'ullanganlikdan shu karzining kasbiy injeneri deb o'zimni atalayman. Hem mening yozayotganlarim, mening tadqiq qilayotganlarim ularnikidan boshqacha. Tarixiy nuqtai nazardan emas, injenerlik, gidrotexnikalik nuqtai nazardan men karzlarni yozayapman. Bu haqda bir ruscha, qozoqcha, uyg'urcha maqolalarim e'lon qilindi. Ko'plagan konferensiya deymiz, anjumanlarda qatnashib, karzining burungi holati va hozirgi ketgan holati mana shular haqida gap qilib, dunyoga ilm ahliga bayon qilyapman. Bu yerdan da ichinishorlik yeri 70-yillari 1600 bo'lsa karzining soni Turpan o'ymaligida. Hozirgi matbuotlarga qaraganda 400 dan az karz qolgan. Kunlardan vaqt o'tgan sari o karzining soni uningdan kamayapti, 400 dan az kamayapti. Buning birdan bir sababi ekologiya. Ekologiyaning buzilganligi. Nimishki ekologiya buzildi desangiz, Turpan o'ymalığı da hasıl bulduğun, tabii halatda hasıl bulduğun sunun miqdori cheklik, tabii halatdagi sunun miqdori. Endi ko'chman xalq nihoyatda jiq ko'chib kelganlikdan u suvni iste'mol qilish va sunun yerning ostiga kirib paydo bo'lish tamponligi buzilganlikdan karzining suvi tatilib ketib qolgan. Turpan o'ymaligida qarsangiz yüzlügen neft, gaz qazish maşinları yani burgulab ivatkan, onu yani burgulash uchunmi su kerak, karzining suları yoki quduq qazib sularini tatib olib. Mushunda holat bo'lganlikdan umuman Turpan o'ymaligida ekologiya buzilib, sular tatilib, bayqı degandek 1600 karzdan 400 dan kam karz qoldi bugungi kunlikda. Endi buni bir tarafdan matbuotlar qaraganda himoya qilamiz, saqlab qolamiz degan fikrlarma, maqollarma o'qiymiz, ammo
bu baylık kızıkış, neft qezish ishlari to'xtalmasa, ko'chib kelish haqidagi aholining ko'payishi to'xtalmasa, bu masala hal bo'lmaydi. Shu to'z qarzini hozir qolgan uni saqlab qolmaymiz. Men nimishga qarz deb bu haqida ko'p haqayadi. Buning gapini qilib yurma, konferensiyalarda gap qilib yurma. Bu umuman Uyg'ur tarixiga bog'liq narsa qarz deganimiz. Chunki qarz tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, 5000 yillik tarixga ega. Mening matematikalik yo'l bilan hisoblab chiqqanim 5000 yildan ortiq ega tarixga qarzlar. Endi bu qarz qezishda faqat uning uzunligi, ko'pligi jihatdan dunyoda bunchalik miqdorda qezilmagan joy yo'q. Masalan, qarzlarni Turkmeniyada bor deymiz, Indiyada, İran'da bor deymiz. Ularning miqdori jihatdan, uzunligi jihatdan Turpanninkiga yetmaydi. Turpanning bir 10% yetmaydi, hammasini qo'shib kelgan. U bir ikkinchi jihatdan bu qarzlarni yerning ostidagi inshoot bo'lganlikdan, shu taqgan ishlarining asosima shu Turpandan chiqyapti. Masalan, tunel qazish, yerning ostini tunel qazib, shaxta bilan qurishni bu taqgan ilmida Mark Scheider ilmi deb ataydi. U Mark Scheider degan adamningki ismi, u Germaniyalik adamning ismi. Bir 100 yil, 150 yil burun yaşagan adamning ismi. Şu tunel qazishning hisobotini chiqarishning asosini solgan o'sha adam deb dars berdi. Turpanda 5000 yil ilgari bu ishlarni qilib qo'ygan. Eng oddiy asboblar bilan murakkab matematikalik murakkab ishlarni yechib qo'ygan. U bir masalan gidravlika fani deymiz. Qarzlarning yoki akvedukning qiypashligini tepish. Bu qiypashlikni gidravlikada tepish, laminarlik iqish qiypashligini tepish, masalan Fransuz olimi Dupuy topgan deydi. Uningga bir 100 yildan oshmadi. Dupuy matematikalik hisob bilan qiypashlikni hisoblashni. Turpandagi qarzlar ash qiypashlikni 5000 yil burun amaliyotda qilib qo'ygan. Dupuy bo'lsa laboratoriyada qilgan probirkalar bilan. Bu 5000 yil ilgari Turpanda buni amaliyot qilib qo'ygan. Masalan, u eng uzun qarzning uzunligi 30 kilometr. 30 kilometr. Şu 30 kilometr jarayonda qiypashlikni yerning ostidan qezib, ya'ni qiypashlikni saqlab o'tirgan. Men nimishga buni qiypashlik deymiz. Uyg'ur naklona urushchisi. Va agar qiypashlik chiqib ketsa, o'rilib ketadi qarz. Qiypashlik oz bo'lsa, sumangmaydi. Buni optimal qiypashlikni shu Dupuyning formulasi bilan biz chiqaramiz. Bugungilikda shuni foydalanib chiqaramiz. Uningsiz biz hisobot qilmaymiz. Kompyuterlar bilan hisoblaymiz. Guruh injenerlar hesaplaymiz bu qiypashlikni. Turpanliklar ming'illab ilgari amaliyotda shu ishlarni qilib qo'ygan. Buni qanday qilgan debman men tadqiqot ishlarini qilib ko'rdim. Ularning asboblarini ko'rdim. Ko'rsangiz hayron qolsizda. Hozir bizning lazerlik zamonaviy asboblarning asosi ashada turibdi. Yo'riqlikni qo'llanib, hozir lazerni qo'llangan bo'lsa, u vaqtlarda yo'riqlikni qo'llanib qiypashlikni saqlab chiqqan. Mana bunday misollarni intayin ko'p keltirish mumkin. Endi qarz bo'lsa bu inshoot, yer osti inshooti deymiz. İnjenerlik kashfiyot deymiz buni. Ba'zan sayohatchi olimlar, tadqiqotchilar bizning vatanimizga berib, qarzlarni ko'rib, mana shu 100-150 yil oralig'ida ko'rgan sayohatchilar, tadqiqotchilar Turpan qarzlarini dehqonlar chapqan deb yozib qo'ygan bu. Men ular qarshida o'tman. Bu dehqonning ishi emas bu. Oliy bilimlik injenerlar qilmaydigan ishni qilayotgan gap bu.
andaqtısı bulmaydı o. Nemi degen addi sadıqaq bu dep, aşılarını injinerlik tarafından men ispatlap çıkıvatma endi. Endi bizning haq faqat bu yer astı inşaatlarını qizish bilan shug'ullanmagan ekan. Sizlar qadimiy zamondagi buningdan 1000 yil ilgirma Turpanga, Bejbaliqqa kelgan Xitoy sayohatchisi bo'lamdi yoki arablarning yoki Yevropadan kelgan sayohatchilar bo'lamdi. Bu taqgan ishlarga hayron qolib yozganlar bor. Masalan, Wang Yandi 960-yillari Bejbaliqqa kelib, aşağıda bir kandın Uygurçası nuşudur ki amiyak deyimiz işlep çıkırvatqını kögen ki amiyaktan nemi çıkırdı o desiniz partlatıdığan uğdur yasaydıgan partlatkuş tratil yasasını amiyaktan çıkı demez mi? Şu vaxtlarda şularını qezip ya ağını sayatçılar yazdı. Bundan nesin qezip dedi. Bu cihetten gap qısaq, xeyli gap uzaq. Biroq bizning xalq uning bilan cheklanib qolmagan. Masalan, qog'oz kashfiyoti va basma kashfiyot deymiz. Xotan, Qashqa bo'libmi Turpan atrofida, Kiruran atrofida qezilgan jasadlarning qishidan qog'ozga o'ralgan dorilar, retseptura shular tepilganini biz o'qiyapmiz. Uning tarixi 2000 yil, 3000 yil burun shu qog'ozlarga o'ralgan. Har turli sifatli üzümdən chiqqan qog'ozlar, buni üzme daraxidan chiqqan qog'ozlar, paxtadan ishlangan qog'ozlar, mana shularni o'qiyapmiz biz. Şunun qaraganda, şu ma'lumotlar qaraganda, şu qog'ozma bizning Uyg'urlar ijod qilgan narsa ekan, qog'ozma. Birinchi darajada. Yani eng yuqori sifatli qog'ozma Turpan xotellarda ijod qilingan. Şununla yarışa matbuada, masalan, olimlar yezib etibdi ki, Turpanda 20 necha xil yeziqda manbalar tepilgan arxeologiyalik. Onunla qarapla köpçülüğü Turpanda 20 necha xil yeziqni qo'llangan deb birisi yezib qo'ygan bo'lsa, uni takrorlab hammasi Turpan 20 necha xil yeziq qo'llangan dedi. Bununla men qo'shilmayman. Turpanda matbuotchilik nayt taraqqiy qilgan. Matbuotchilik degan nima? Qadimiy zamonlarda biranta bir shoir kitobini chiqarmoqchi bo'lsa, uni xattatlar 10-20 xattatlar ko'chirib, husn xat bilan ko'chirdi. Masalan, bir olimningki kitobini husn xat bilan ko'chirganga bir odam 1 yil vaqt ketadi. O'ylab boqing. Endi uni 10 nusxa, 100 nusxa qilish uchun qancha odam o'tirib, qancha odam vaqt sarf qilish kerak. Uningdan keyin taxtaylarga harflarni chekib, har bir betni harf chekib, ashuni bosgan. O kitap beşilip boğanken taşlayıp etedi mesela, kerik emas. Başta qışlar boğanki Uygurlar termi uslupta kitap besishni ijod qilgan. Her bir harften ming-minglab yasab qo'ydi da terib-terib. Bunda usul Avropaga necha yüz yillardan keyin bordi. Uygurlar birinchi ijod qilganlikdan ham sifatli qog'oz ijod qilganlikdan karvon yo'li bo'ylab Xitoyma, Tibetlikma, Hindlikma, İranlikma, Avropa tarafdagilarma Turpanga akirib zakaz qilgan. 20 necha millat Turpanga kelib kitob zakaz qilgan. Ana shu kitoblarningki varaqlari, ash harflar saqlanib qolgan. Basmachilik saqlanib qolganlikdan ba'zilar bunday o'ylab 20 necha xil yeziq qo'llangan deb bir-birini takrorlab yezib kelyotdi. Men buningga qo'shilamayman, mening ko'z qarashim bayqaningda ekan. İlim panda ashlaq narsalar bo'ldiki, biranta ataqli olim o'zining ko'z qarashini yozsa, ulan bir odamga bir yerdan xatolashilar,
başqalar təkrarlab xatalaşırdı. Yani menimçe Uygurlar ançilik 20 neçə xil hərflərini kullanmagan, bayqındaq dünya özünün ipək yolu boylab, kilib, buyruq qılıb kitaplarını bir ayda neçüz nusxalarını basqızıb öz əllərinə tuşub ketken. Mən işlaq düşündüm. Bu kitap ve qağazçılıq cəhətdən. Endi mening kəsbimə yaxın, mening tədqiqat qıvatqınım bu qaş tişi yani. Bu vaxtda köp adam gap qılmadı, yazmadı. Qaş tişi haqqında məsələn biz Fersman deyimiz, qiymat bağlıq taşlarını toğırlıq köp əmgək qılan adam. O adamı qaş tişi toğırlıq yazğan. Şimdi her bir millet özünün tarixini özü yazışı gerek. Müştərikliğin qaraganda məmma qaş tişi toğırlıq tutuş qılışım mening vəzifəm deb oylayma. Çünki mən şu sahanın adımı tağqan injener bo'lgandim. Bu qaş tişi deganimiz Uyg'urcha qaş tişi deganimiz o nefrit deymiz, latincha nefrit. Dünyada ta hozirgacha faqat xotandan chiqadi qaş tişi. Endi ba'zilar voy pala yerdan, pusta yerdan chiqadi deb menga qarshi so'z aytish mumkin. Biroq chiqadi. Çıkıdığı yerlerin hemmisini bilme. Bırak yerlerde insan yaşamaydıgan jıraq yerlerde var. Yerden çıkırıp bir yaxlağı əpirip bir buyumlar yasavatkan yeri yok. Yerge beriş için vertolyot bilen atlık neç gün minip aştaq yerlerden çıkıdı. Mesela Sayan tağları Ural tağları da, Yeni Zinlandiyada işte yerlerde qaş tişi çıkıdı. Bırak yerde Xotandikidek çıkıvatkan yeri yok. Xotandikidek süpütümü yok yerdekilerin. Şunun için hazırgıça bu qaş tişini Xotandan haqayaqqa toşulvatkan. Endi bizim Xotan tarixi to'g'riliq gap qilganda ko'p ishlar, toponimlar masalan qash tishiga bog'liq. Shu Xotanning qishida Yo'rin qash, Qari qash deb daryolarning atlışı, qash, qar degan Qashqarning so'zi emas, qash degan so'z var. Qimmat bog'liq, nefrit tashqi bog'liq paydo bo'lgan shaharlarning, daryolarning nomlari. Qash tishi Uyg'urlarga faqat manfaat, faqat boylik olib kelgani yo'q. Dərtmə olib gəldi, qiyinchiliklar olib gəldi. Bu qash tishini deb talay-talay urushlar bo'ldi. Shuning uchun bizning Xotan tarixi, Qashqar tarixi, qadimiy tarixi bu qash tishiga sabablik jiq ishlar bo'lgan. Öz zamanısida men bu qash tishi to'g'riliq nemishga ko'p tadqiq qilyapman deganda dünyanın hamma yerlarida taş davrida kremin degan taş oldu, qattiq taş. Adamlar aş kremin degan taşni ilib, shuni o'tkirlab go'sht kesgan, pichoq kesgan yoki yog'och kesgan. U qattiq yerga tushib ketsa, ya bir taşning ustiga tushib ketsa, ya bir narsa tegib ketsa, o'ng'ayli dars ketadi, sunib ketadi. Bir adamning umriga yetmaydi o taş. Qayta onu işletiş gerek. Dünyanın hamiyikida kremin işletken vaqtda Xotanda 5600 yıl ilgari, 6000 yıl ilgari kreminin o'rniga qash tishini ishlatganda nima ish qildingiz? Uni bir yasab qo'ysa, qash tishini palta yoki pichoq yoki bir xanjar yoki bir buyum yasab qo'ysa, birinchidan chiroyli, ikkinchidan avloddan avlodga qoldigan, sunmaydigan bir taş o. Onun sebebi fizikalik darajadan qaraganda mikrostrukturalik sifatga ega. Shuning uchun u boshqalar qaraganda o'ng'ay sunmaydi, ham sifati yuqori. Keyincha bu zinat buyumi bo'lgan. Bu zinat buyumini Xitoyda nihoyat e'tiborlab, Xitoy xalqi hatta yorliqlarga chiqarganki, qash tishini podshoh ahlidan boshqa odamlarga ishlatgili bo'lmaydi deb shunchalik e'tiborlar.
Şunun için bu benim kəsbimge yakın buğalıqdan nifrit, yani Uygurçası karşıtışı bu sahadımda ben xeyli şoğulunuyatım karızdan başka. Ben bir söz bilen etkanda icatkarçılık. Bu endi ben Uygur tarihiga bağlıq nəslərini biraz etip ettim. Endi Mongolia toğırlıq cıq yazdım, əşədi yaşayan Uygurlar toğırlıq. Dramamı yazdım, baletmi yazdım. Bula hazır işleniş üstüde bu atıdı. Kitaplarımı çıkardım. Endi öz kəsbim bolsa, öz kəsbimdən müşkünlükçe geologiya sahasında işləvatımı. Bunun da bayı degəndək, şu burunqı Evraziya, hazırki Evraziyanın həmmə noktaları da işledim, çətəllərdimi işledim, Kubadımı işledim, Afganistan'dımı işledim. Muşnun özü əsli bir devletin bir devletke həmmə injenerlerini çıxırıverməydi. Sınalğan, təcrübəsi mol adamlarını çıxırdı o. Şunun özü kupaya değməyəndi. Bir devletin vəkili olub, ikinci devletke injener süpüdü işliginin aşının özü kupaya qançilik, benim bəyəgi əmgigim bağlığın. O sahada gəp qıldığan bolsaq, bu köplügen qazın baylıqlar, su inşaatları, stroy material deyimiz, quruluş materialları, menin namımda atalğan, özəm tapqan, tətqiq qılğan, ondaq nəsələ geologiya sahası da köp. O endi bizning Uygur cəmiyyətçiliyə anca qızıq bulması kerek dep bunun toxtalmayıvatımı. Özəm endi bu öz kəsbimdən başqa Uygur tarix mədəniyyətiga qızıqman dep sözləp berdim. Onundan başqa bunu öydü körüvatısılar. Mən Uygur rəssamlarının və şu Türkiye xalqlarının mavzusuga işlənən kartinalarını, ataqlıq rəssamlarının rəsmlərini yığıman endi. Şularni yığıb bir tarafdan ulağa qılğan qındak yardım, ularning əmgəklərini alsanız, ikinciden ko'nglimga yaqqanlarni yığıb qo'yman. Məsələn, bizdə mening da hazır Uygur rəssamlarından başqa Qazaq, Özbek, Qırğız rəssamlarının əmgəkləri var. Özəmli ditimə sığdığan, yaxşı görən əmgəklərini yığıvatıma. Endi balalarım, oğlum, kızım var. Oğlum arxitektor. Rusçası arxitektordan mı? Arxitektor. Kelinim var, arxitektor. Bunlar ikisi alim, doktor. Bana bir haftadan keyin Bakuga, ilmi encümanga, konferensiyaga doklad qilib ikkisi bardı. Shunday darajalik. Kızım iki ali məktəbini bitirən Ədiliyyə bilan Xisat. Çoğun bankada bir çoğun xizmətdə kızım. İki oğlum var şunda. Nəvlərim də kiçik məktəbdə, birisi məktəbdə oxuydu, qalğanları məktəb işidə emas. Endi buam to'g'riliq bir ikki og'iz gap qilsam bo'ldi endi. Dadisi mening dadamninki dadisining ismi Hamdulla. Bu adamı intayin öz vaqtida bir davr sürgan, yaxshi yashagan. Bu Hamdulla'nın dadisi Samsaq degan adam. Hazır şu Samsaqninki biz familiyasini özümüzge familiya tutib kelyapmiz, necha avlod. Bu Samsaq degan adam Abdurasulbek Sadir Palvan zamanısında aşlar bilan bilib bo'lgan adam. O to'g'riliq Bilal Nazımның G'azatlar mulk uchundimi Samsaq alamchi deb to'g' tutgan adamni Samsaq alamchi deydi. G'azatlar mulk uchundimi ismi bor. Onun oğlu Hamdulla. Hamdulla endi çoğun bir bayının balısı buğallıqdan öz vaqtida buyuq Leningrad
Peterburg, uyaqı, Şanghay, Beijing, Tenjinlerde жүрген adamga buna 28 yaş vaqtida tushgan rasmim bor. Oq kostyum bürülkü kiyib, Hamdullah Tenjin'de. Yani şu vaqtlarda Tenjin, Beijing'de жүрgenlerde 30 nechinchilari şu Muhammed Emin Buğra, Eysa Yusuf Eltikiller bilen birga жүрüp vatan davasını birga qilgan ekan. Uni o'zdan men anglamadim. Eysa Yusuf Eltikin 90 necha yosh kirganda salom qilishga İstanbulga oldiq bo'lganda shu adam yetmagandi. Siz Aşu Hamdullah'ның balası ekansiz deb o'ylardi qondirib hürmet izzat qilgandi. Shunaq. Endi Hamdullah bo'lmas ashlaq adam bo'lgan. Dünyada turpandan başqa, asas turpan to'g'riliq gap bo'lyapti. Turpan o'ymonliq to'g'riliq gap bo'lyapti. Biyaning yer sharoiti boshqa yerlarning yer sharoitiga o'xshamaydi. Turpan o'ymonligi deganimiz 154 metr dengizning nimasidan tuyan yer, o'ymonliq bu. Birinchi. İkinci havasına ait qurg'oq, yağmur yağışın az buldu. Şunun için Turpanda adam iç üçün istimal qilishdan başqa, yani soğuruş üçün yani su kerak bo'ladi. Mesela hazır Qozog'istonda ko'p yerlar binem. Eğer soğuruş yerlerge deryalar, tağını yıqıvatgan sular bor, ashlar bilan so'g'urildi. Köpye hava salqin bo'lgandan binem yağmur bilanla ziraatlar o'saverdi. Yani Turpanda anda yağmur yağmaganlikdan yaqin sular so'g'irish uchun yetmaganlikdan odamlarni boshqadan yerning ostidagi suvni yerning ustiga chiqarish vazifasi turgan. Uni qanday chiqarish mumkin? Balkim bir zamanlarda Turpanlarda mesela 6000-7000 yıl ilgari quduqlarni qazib, o chilaklar bilan so'rib baqqanda ancha-muncha yerlarni. Uning jihatlarini egallab ketgili bo'lmaydi. Buni qanday qilmaymiz degan o'ylar kelib, balkim 2 qarzlik, 3 qarzlik, 2-3 quduqlik beshida qarzlar qazilgan bo'lishi mumkin. O nima desiniz? Oldida bir qarz qazilib, yani tünel arkalık qazib, qarzning suyini yerning ustiga nasossiz chiqarish, elektr energiyasiz chiqarish. Faraz qilyapmiz. Sen bir qarz qazildi, uningdan yerning ostidan qazib, yerga borganda yerning ustiga o'zining kuchi bilan o'zi yiqib chiqadi degan gap. Demak, bu yerda qiypashlikning hisobi ketyapti. Endi bir quduqdan qanchalik suv chiqadi deysiz. Sen sekundiga yoki minutiga qanchalik suv chiqish mumkin. Endi buning miqdorini ko'paytirish uchun 2 quduq qazilib, bir-birisiga yerning ostidan qo'shib, yani yerning ustiga chiqarish kerak. Keyin 3 quduq, 5 quduq, 6 quduq, 50 quduq, 60 quduq, 100 quduqgacha bir-birini chatgan qarzlar bor. Bildingizmi? Endi butkul Turpan o'ymonligidagi sularning chiqqan miqdori 16 metr kub sekund. Sekundiga 16 metr kubga. Ashlaq berot Xitoyninki 1972-yili Xitoy tadqiqotchilarining bergan kitobda yozgan ma'lumoti bo'yicha 16 metr kub sekund. Endi bu ozmi, ko'pmi deganda men hisoblab chiqdim. Mesela Kaskelen suyu, Kaskelen deryası, Çoğ Almatinka, Kiçik Almatinka, o yakında Talgar, Aksu, Açınıqa, Galcat sularını hemmisini koşsa, Kaskelen ve hemmisini koşsa 16 kubga yetmeydi ki sekund. Yer bilen, kol bilen qazib, mana moşinchilik derecedeki sularni chiqarib atdi. Nasossiz yerning ostidagi suvni yerning ustiga chiqarish asosiy maqsad. Sizdan keyingi xizmat planlaringiz nimalarni qilish orzuyingiz bor? Endi oxirgi yil men nim bilan
shug'ullanyapman desangiz, Xudoyim ish qilib bir imkoniyat bo'lsa, har yildagidek vatanga borman. Men ko'p yillar yurdim, Yevropada yurdim va boshqa bir davlatlarda men ko'p yurdim. Biroq hozir men xizmat babida yurdim. Hozir imkoniyat bo'yicha eng oldida o'zimizning vatanini tunib bilish, o'zimizning yerini tunib bilish. Her yılda degidek beryapman, oxirgi yillarda qanday o'zgarishlar bo'lyapti, nima bo'lyapti. Uningdan boshqa, mush oxirgi 5 yil ichida men Beşbaliq degan bir xarobilik shahar bor. Shahga necha qatim bordim. Shu haqida ko'plagan tadqiqot ishlarini qilib, maqolalarni e'lon qilyapman. Nimishga men Beşbaliqqa to'xtalyapman desangiz, bu yo'l tepsidagi shahar emas. İdiqutga o'xshash, Yarg'olga o'xshash, u tog'ning Taskay tarafida bo'lg'ashqa, nimaga edi Uyg'ur tadqiqotchilarima uningga e'tibor bermay kelyapti. Turpanshunoslik ilmi bor, Turpan akademiyasi degan ilmlar tashkilotlar bor. Turpan tarixini tekshiradigan, tadqiq qiladigan. Yani shularningki hisobetidimi Beşbaliq to'g'rilib bir og'iz so'zni men uchratmadim. Buningga afsuslanadigan narsa, shu Beşbaliqma İdiqut davrida yozliq poytaxt bo'lgan shahar. Ular uning e'tibor bermayapti. Shuning uchun men alaydan berib, tashlanib ketgan shaharni tadqiq qilib, nimasi o'rildi, nimasi saqlanib qoldi, uning tarixi qanday bo'lgan deb, oxiri bir ikki ishida shularni yezib e'lon qilyapman. Beşbaliqni. Endi mening nima armanim, nima uchun men bunday ishlarni qilyapman desangiz, bizning vatandagi olimlar intayin ko'p. Shunda qomusiy saviyalik, cho'ngi bor, yoshlar bor, intayin ko'p ular. Ularning qilayotgan ishlari o'z Uyg'ur tilida yozib yoki Xitoy tilida yozsa, ashadili qolib ketpardi. O'zlariga o'zi deplar shuning bilan tugayotdi. Ishik Yevropaga, Amerikaga, u yoqqa ichilmay qolib ketpardi. Bu bir masala. Ikkinchi, albatta bu yerda siyosat bo'lg'ashqa haq bilan nohaqni ayrishma tasbih bo'lyapti ular. Endi bizning vazifamiz haq tarix bilan nohaqni ayirib, Yevropaga ishik echish, boshqa millatlarga, ingliz tillik, rus tillik adamlarga biz tariximizni yetkazish. Mushtaq armonlar bor, biroq men va mening o'xshash odamlar bu yoqda ancha ko'p emas, bizni ojiz. Sizlardek yoshlar bo'lsa, qatorga qo'shilsa, mush sohada ishlasa, harakat qilsa, bizni anglasa, Uyg'urni bilsa, Uyg'urning madaniyatini bilsa, birinchi o'zimiz bilsak, ikkinchi boshqalar bilsa, boshqa xalq, boshqa turkiy xalqlarning orasida, boshqa millatlar orasida bizning lavozimimiz, bizga bo'lgan ko'z qarash o'z o'rnini topsa degan umid. Uning uchun ishlash kerak. Hürmetli televizor köyükçiler, şunun bilan bugungi Hayat Şahitler programımız müşahede ayaklaştı. Xayr xoş, keler qıtımlıq sanımızı görüşeyle.